Assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar va blogerlar hamda tumanimiz fuqarolari. Bugungi brifing mavzusi Santral epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatlik qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi Yangi hayot tuman bo'limining 2025-yil 3 oyligida bajarilgan ishlar bo'yicha ma'lumot. Tumanimizda epidemiolog vaziyatni barqarorligini ta'minlash borasida kasallikning tarqalishini oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar olib borish natijasida 25-yilning 3 oyida o'lat, vabo, qorin tifi, paratiflar, bruselyoz, dizenteriya, difteriya, qizilcha, paratit, rektsiyoz kasalliklari qayd etilmadi. 25-yilning 3 oyida bir dona salmonelloz, 19 nafar sil kasalligi qayd etilib, bular joylarida tumanimiz zararlanish bo'limi tomonidan zararlanish ishlari o'tkazildi. O'tkir yuqumli ichak kasalliklari 131 nafar, shulardan 14 yoshgacha bo'lgan 113 ta, 20 yosh va undan kattalar esa 18 ta holatda qayd etildi. Ishburuk kasalligi qayd etilmadi. Bu bo'yicha kelib tushgan barcha buyurtmalar o'choqlarida yakuniy dezinfeksiya ishlari o'tkazildi. Tuman aholisi orasida virusli gepatit kasalligi bilan 16 nafar bemor qayd etildi. Shundan 7-14 yoshgacha bo'lganlar 9 nafar tashkil etadi. Surunkali gepatitlar 4 ta, virusli gepatitlar o'choqlarida kelib tushgan buyurtma asosida zararlanish ishlari o'tkazildi. Salmonelloz kasalligi 25-yilning 3 oyida 1 nafar qayd etilgan. Bu 14 yoshgacha bo'lgan bolalar ichida tashkil qildi. O'tkir virusli gepatit B+D kasalligi esa 25-yil 3 oyida bir nafar qayd etildi. Tumanimiz aholisi o'rtasida surunkali virusli gepatit va B kasalliklarini erta aniqlash va davolash maqsadida tumanimizda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatayotgan ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 65 va 66 oilaviy poliklinikalarga 10.702 dona ekspress test sinamalari tarqatildi. Musbat natija aniqlangan bemorlarimiz esa virusologiya laboratoriyasi ilmiy tekshirish markaziga yuborib, davolash ishlari amalga oshirildi. 25-yil 3 oyida tumanimizda VIH kasalligi 2 ta, havo tomchi yo'li infeksiyalari qizamiq 7 ta, skarlatina 19 ta, suv ichak 50 ta, infeksion mononukleoz 2 ta, ko'k yo'tal 3 nafar, tor 39 nafar qayd etildi. Teri-tanosil kasalliklar bo'yicha zaxm 7 ta, suzak 4 ta, qo'tir 1 ta, mikrosporiya 11 nafar, trixofitiya 2 nafar qayd etildi. O'tkir yuqumli ichak yuqumli kasalliklar bo'yicha 3 oy mobaynida o'ta xavfli yuqumli kasalliklarda o'lat, vabo, qirim, ko'ngil, gemorrak, isitma, quturish, bruselyoz va kuydirik kasalliklar qayd etilmadi. 25-yilning 3 oyida tumanimiz aholisi orasida 66 ta hayvonlar tomonidan jarohatlanish, tishlanishlar qayd etildi. 3 oy davomida 6 ta maktab va 5 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rejali tekshiruvlar o'tkazilgan. Shundan 4 ta umumta'lim maktabi, 3 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 2 ta davolash profilaktika muassasalari va 2 ta fuqarolar jarimaga tortildi. Ovqatlanish gigiyenasi bo'limi tomonidan 3 oy davomida 8 kilogramm organik xususiyatlari buzilgan, iste'molga yaroqsiz oziq-ovqat mahsulotlari belgilangan tartibda yo'q qilindi. Dezinfeksiya ishlari bo'yicha virusli gepatit 19 ta, o'tkir ichak kasalliklari 159 ta, sil kasalligi 43 ta, qo'tir kasalligi 2 ta, trixofitiya kasalligi 2 ta, mikrosporiya kasalligi 13 ta va koronavirus infeksiyasi 129 ta o'choqlarida zararlanish ishlari o'tkazildi. Jamoatchilik bilan ishlash bo'limi tomonidan 3 oy davomida 7 marta mahallalarda aholi ishtirokida sanitariya targ'ibot ishlari olib borilgan. Ovqatdan zaharlanish, yuqumli kasalliklar oldini olish,